Xitoydan olgan narsalarimni unpacking qilamiz. Men Toshkentdan topolmagan geli viruchkam. Buni karomati, buni uchi 1 millimetr yozadi, mana qalin. Bu kemachani men rezinart bilan ishlaganimda, smala bilan ishlayman. O'sha dengizimga qilaman deb zakaz qildim. Xudo xolisa. Bunaqa kumush buzuq ham zakaz qildim. AliExpress'da kumushlar ham o'zimizga qaraganda arzon turadi. Keyingisi qanotli. Next one, are you ready guys? Tadam! Umidimga olingan ochki. Ammo uzoq kutgan, 2 oy kutgan narsam.